Assalomu alaykum. Sotuvimizga BMW X-Drive 530 avtomashinamiz keldi. G30 kuzovda, oq rangda, kraskalari toza. Avtomashinamizda R19-razmerdagi Michelin ballonlarda hamda diskalar turibdi. 2022-yil ishlab chiqarilgan 2 litr twin turbo motor bilan jihozlangan. Salon qismiga to'xtaladigan bo'lsak, tok korичневый rang salon, Abduf обогрев сиденья, rul обогрев, rejim vojдения, head-up display hamma funksiya bilan jihozlangan. Akustikalari harman-karman. Ko'jalarimiz dial sosteniyada, pamyat sideniyalari ham mavjud. Lyuklari bor. Orqa qatorlariga to'xtaladigan bo'lsak, orqa sideniyalarimizda ham Abduf обогревlari bor. Orqalari ham dial sosteniyada turibdi. Hop. 2 litr twin turbo motor, 255 ta ot kuchi, 0 dan 100 gacha 5.9 sekundda tezlanadi. Avtomashinamiz X-Drive, ya'ni to'rala vedущий, 4 ta ballon tortadi. 530i G30 kuzov 22-yil. Shu kungacha 54 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Narxi va boshqa ma'lumotlar, yana to'g'riroq ma'lumotlarini opisiyaga yozib qoldirdik. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun Karsmirdagi telefon raqamlariga aloqa chiqarasizlar. Avtomashinamiz nalish turibdi, bemalol kelib ko'rib xarid qilishlaringiz mumkin.